Bir dugonam bor. Yoshligida maktabga emlashga vrachlar kelishsa, ukoldan qo'rqib hammadan oldin qochib ketardi. Shu dugonamni bugun ko'rsam yuzida ukol qilinmagan joyi qolmabdi. Poliklinikada insult bo'lib yotgan odamga buncha ukol qilishmaydi. Qosh 200 minglab 400 ming, kiprik 500 ming. Ukollar esa hisobdan chiqib ketgan. Hammasini mahalladagi xirurg laqabli kosmetolog qiladi. Yuziga ketgan pulni yig'sangiz bitta Cobalt keladi. Farqi Cobalt yilda bir marta texosmotor qilsa, dugonam yuzini oyda 3 marta remont qiladi. Qoshini ko'rsangiz xuddi antenna, mahalladagi televizorlar ko'rsatmasa qoshini aylantirib qo'yish kerak. Labi shunaqa shishgan, suv ichsa yarmi og'ziga, yarmi yerga tushadi. Kipriklari shamolda ventilator bo'lib ketadi. Selfi qilaman desa yuzi kameraga sig'maydi. Oxir dron olib kelib yuqoridan rasmga tushadi. Telefondagi rasmlarni ko'rsangiz hammasi labini cho'zib qiyshayib tushgan rasmlari. Xuddi akvarium baliqlari katalogini varaqlayotgandek bo'lasiz. Qisqasi shu ketishda davom etsa, kelajakda pasportiga ham ikkita rasm kerak bo'ladi. Remontdan oldin va remontdan keyingi rasmlari. Hatto to'yda ham labini falon master qilgan, kiprigini falon salonchi qilgan, burnini esa Turkiyadan olib kelishgan deb taqdimot qilishsa kerak. Ba'zan o'ylab qolaman, bu odam bo'lib tug'ilganmi yo kosmetologlar uchun trenajyor maniken bo'libmi? Har kuni ukol, krem, bo'yoq. Aslida ayollar go'zal bo'lishi uchun bo'yab, chizib, sanchib, qayta yig'ishtirish shartmi? Bu ketishda tabiiy ayollarni ko'rish ko'chada gepard ko'rishdan ham qiyinroq bo'lib ketadi. Siz qanday fikrdasiz? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring.